tomga peyni urgansiz, peyna bo'lsa, har doim suv shinyapti, suv o'tib ketyapti degan narsalarni juda ko'pchilik ko'tarib yuribdi. Yana peynaga aybni to'nkarishyapti azizlar. Bu yerda peyna ko'p holatda aybi yo'q. Sizlar tomni shurup bilan urgansizlar, qotirgansizlar, mana shu orasidagi kichkina joylardan suv o'tib ketyapti. Viperlarimizni suvga chidamli germetikamiz bilan ustunovka qilib chiqsanglar viperlarni, mana ko'ryapsizlar, o'sha urgan shuruplarni ustiga qo'yasizlar, germetikamiz bor. Germetikamiz bilan o'tkazib qo'yasiz shuni. Shundan keyin o'sha minimal teshiklardan ham germetika qilingandan keyin suv kirmaydi. Sama saboy o'sha peyninglar to'g'ri ishlashni boshlaydi. Suv shiymaydi. Peyni shunaqa narsa, suv qatta bo'lsa milligrammi shimib olishga xususiyati bor shunaqa. Bitta uchastkani tomiga kelsa 400-500 ming so'm rasxod qilasizlar. Zato juda ham zo'r yechim. Germetikamiz bo'lsa 15-20 yil ishlab beradigan Shvetsariyani germetikasi azizlar. Sikap quyoshga +90, -30 gradusda ham ishlayveradi. Yomg'ir, quyosh bemalol ultrafioletli stoyki juda ham sifatlisi. Bizda ishlatib ko'rsanglar o'zingizlar bilasizlar. Viperlarimizni va germetikalarimizni foydalaninglar. Tom yopayotgan bo'lsanglar albatta formaga murojaat qilasizlar.